Saqchilar shuni eskartidiki, Yanfonning bu iqtidorini tashabbuskorlik bilan aytib o'ting. Yaqinda saqchi taraf jiddiy eskartish chiqarib, agar chet el bilan munosabati bo'lmasa, Yanfonning chegara sirtidan kelgan telefon iqtidorini taqash taklifini berdi. Jungo ko'chma xabarlashish abonentlari qisqa uchur orqali KTFSR ni 10086 ga yo'llasa, haqsiz ichiladi. Cho'ng kichik yezish ayrilmaydi. Yana unidor ommaviy subsi Jungo ko'chma xabarlashish yuqori chastotalik parakendchilik telefon mudofaasiga diqqat qilib, xalqaro nomer bo'lgani to'sish iqtidorini aytish kerak. Agar siz yana boshqa turdagi parakendchilik telefonini to'smoqchi bo'lsangiz, munosib nomer bo'lgining to'sish iqtidorini ossangiz bo'ladi. Jungo birlashma xabarlashish abonentlari 10 ga telefon qilib, odamlik mulozimatga ulab, xalqaro telefon to'sishni ossa bo'ladi. Yana TI parakendchilikdan saqlanish unidor ommaviy nomer orqali xalqaro telefonni to'ssa bo'ladi. Kesb loyihalashni chekib, aqliy iqtidorli to'sishni loyihalashni tanlab, xalqaro uzun yo'lliq telefonni, aldamchilik telefonni to'sish iqtidorini ochsaq bo'ladi.